Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammalaringizga. Mana 4 ta 210 lik ko'rpachalarimiz, 6 ta 60 ga 60 yostiqchalarimiz tayyor bo'ldi. Telefonimga video olish noqulay bo'lyapti, yaxshi ishlamayapti. Mana yostiqchalarimizni zamoglarini ko'rishlaringiz mumkin. Mana zamogi. Mana 05 qilingan, lablubadan keyin polni tikilishlari overlockdan chiqqan. Mana bu ko'rpachalarimiz ham ichki chexol qilib, mana zamoglari qurilgan, hamma tikilishlari polni overlockga yopilgan. Mana labluba ichi qilingan bo'lsa ham, ichlari polni lablubaga yopilgan. Mana ichidagi matraslarni sizlarga ko'rsatib o'tgandim. Mana. Hozir men sizlarga buni yig'ma holatlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana yig'ma holatlarini ham ko'rib o'zlaringiz baho beringlar. Paxtasi qalin solingan. Buni hamma narsasi mana o'zimdan. Bu zakasimiz nasib etsa ertaga chiqib ketadi. Kimga shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, kun tartibiga ishlatish uchun bemalol murojaat qilsalaringiz tikib tayyor qilib beraman. Mana zamoglari hammasini mana tikilishlariga ham e'tibor beringlar. Bironta joysi salqi kelib qolmagan. Zamok joylarigacha mana. Hamma choklari overlockga yopilgan. Telefon nomerimni videoni ustiga qoldiraman. Bemalol telefon qilib zakaz qilishlaringiz mumkin. Dastavkalarimiz bor.